Assalomu alaykum ajabtoshlar, qadrli kanal obunachilari. Akfalimin kanali sizlar uchun bugun juda ham bir kerak bo'lgan hamma uchun video tayyorlab berdi. Chunki deganda bugun 2025-yilda Akfa Alimin plastik profillarimiz hammasini mana shu yasatgan assortimentlarimizni sizlarga taklif berganmiz. Bugungi videomizda mana shularni narxlarini sizlarga arzonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ungacha tayyor bo'lgan Ustarfek kelgan derazonlarimizni sizlarga birinchi ma'lumotni berib o'tamiz. Ko'rtirganlaringizdek, juda ham bir hashamatli, baquvvat, mustahkam ish izlayotgan akalarimiz uchun именно mana shu eshiklarimizni tavsiya beramiz. Eshigimiz Zolotoy dub Akfa alyumin profilda tayyorlangan 12 lik alyumin balkon profili tabaqalarini berganmiz. Sveti Zolotoy dub. Oynalar ikki paket oynalardan tayyorlangan. Fason high-tech fasonda silik fason tipiga bo'linmagan holda. Juda ham chiroyli eshik, ayni shu razmerlarga juda ham mos tushadi. Bu eshigimizga azizlar, tepasi balandligi o'xshi 2.65 ga, eniga 1.25 razmerdagi eshigimiz, ikkita tabaqali. Eshigimiz chapga ochiladi. Eshigimizga Akfan o'zini katta ruchkalaridan, zamoklardan qo'yib berganmiz va rolikli zamoklardan qo'yganmiz. Bemalol ishlatilishi kafolati bo'ladi. Eshigimizga admin to'xtalib turishimiz kerak. Naq 5 tadan 10 ta oshmosh qo'yib berilgan. Kichkina tomoniga ham xuddi shunday 5 ta, katta tomoniga ham 5 ta. Akfan o'zini oshmosh petlarini qo'yib berganmiz. Chunki deganda eshigimiz ikki qavat oyna bo'lgani uchun taylamasligiga yana ham mana shu petlarimiz ushlab turadi mahkamligiga. Tepa qismida ko'zcha tushirilgan 45-50 razmerda. Xo'sh, eshigimizni 1 metr kvadrat azizlar sizlarga 1.500.000 so'mdan ikki qavat oynasi tushadi. Agarda oynasi 1 qavat bo'ladigan bo'lsa, 1.400.000 so'mdan yasaladi. Zagarlar uchun bemalol yana kelishib beramiz. Alqo'y chiqarasi. Svetlar, har xil svetlar bor. Hamma bu yerda assortimentlarimiz bor. Ko'rsatib berib o'tamiz. Yonboshimizda derazamiz standart 1.60 derazalarimiz. Bu ham xuddi shu svetda ikki qavat paket oynalarda bo'lgan bu ham. Bularimizni ham xuddi shunday oynasi oq bo'lgan. Bu oynalarimiz esa oqqa yo'doy bo'lgan bo'lsa, buniki oq paket oynalarda tayyorlangan. Bularimiz 1 metr kvadrati 800.000 so'mdan. Ikki qavat oynasi esa 900.000 so'mdan sizlarga kelib tushadi. Razmeri farqi yo'q. Masalan, xohlagan razmerlaringizni yasab o'rnatib beramiz. Kattaroq razmerlar bo'lsa ham bemalol chiroyli qilib beramiz. Fasoni ko'rtirganingizda 5 ko'z fasonda bo'lgan. O'rta ochilib yopilgan. Bemalol ko'rsanishingiz mumkin, yengilgina. Sifati, kasfasi bemalol qo'limizdagilar hammasini kafolatli qilib beramiz. Chunki deganda hammasi o'zimiz qo'limizdan chiqadi. Shuning uchun ham o'zimiz yasagan va o'zimiz tayyorlagan paketlarga 100% kafolat beramiz. Chunki deganda terlamasligi uchun dorilarni, germetikalarni hammasini joy-joyida surtib beramiz. Shuning uchun ham bemalol ayta olishimiz mumkin. Ertaga paket oynalarimiz terlamaydi. Terlagan taqdirda bonusiga masalan besplatni xuddi shunday shu razmerda yangilab almashtirib beramiz. Davom etamiz. Bu tomonimizda kattaroq derazalarimiz, teraskalarimiz degan bo'ladi. 2 ga 2 bo'lgan teraskamiz ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli fason tanlangan. Bu uy egasi fasonini o'zi tanlab bergan. Biz ham xuddi shu aytgan fasoniga chiqarib berganmiz. O'rtadan balkon profil tushirib bergan. Chunki deganda katta bo'lgani uchun stoyka vazifasini bajarib beradi. O'rnatilganda derazamiz o'ynamasligi uchun. Bu tomoniga silik oyna qilingan va bu tomonida tepada ko'zcha tushirilgan va ochilishga tushirilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Hamma xislat bor mana shu derazamiz. Ham chiroyli jihatdan ham mana shu fason juda ham chiroyli ko'rsatadi. Ochilgichga ham akalar katta ochilish tushirilgan. Bemalol bitta havoni, shamolni almashtirib bera oladi. Ham bu bilan bu bitta xonamizga bu glon kirish eshigi va bu derazasi qo'yilgan. Ertaga xudo xohlasa sizlarga ustonovka jarayonidan ham mana shu ikkalasi ustonovkaga ketadi. Yana ko'rsatib berib o'tamiz. Buni orqa tomonida azizlar plastik profillardan yasalgan Akfa Plus 7000 seriyali plastik profilimiz. Bular 1 metr kvadrat azizlar 1.200.000 so'mdan yasalyapti. 7000 seriya 5 kamerali plastik profilimiz 500 fasonda yasalgan bo'ladi. Zakazlar esa xohlagan svetlaringizdan bor. Endi kelasiz akalar. Mana hozir yasalayotgan seximizda bor assortimentimizni sizga ko'rsatib beramiz. Bir boshdan sizlarga tushuntirib ko'rsatib berib o'tamiz. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz akalar. Obuna bo'lib qo'yasiz deb umiddamiz. Chunki deganda Akfa Alimin obunachilariga yana skidka bonuslari bo'ladi.
Uстановkaga borayotganda ham, zakaz ulashishga borganda ham именно mana shu gaplarimizni aytsangiz, yana ham borayotganda kelishib skidkasini qilib beramiz. Vaqtlaringiz olmagan holda boshlab o'tamiz. Birinchidan alyumin akfa profildan ko'rsog'imiz, oq svet. Oq svet azizlar, akfani boshlanishida ham, hozir ham, bundan keyin ham modadan qolmaydigan svet. Chunki deganda uyimiz har qanday fasadiga, har qanday rangiga tushib ketadigan svet. Deraza romlarimiz 1 metr kvadrat azizlar 700 ming so'mdan yasalyapti. Bir qavat oynasi bilan, ikki qavat oynasi bilan 800 ming so'mdan yasalyapti. Ko'rishingiz mumkin. Agarda eshiklarimiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuni 1 kvadrat 800 ming so'mdan, ikki oynasi esa 900 ming so'mdan yasalyapti. Bu abishni 8lik profilda bo'lganida. Mana bunday, mana shu ishda ko'rib turganingizdek, masalan, balkon profillaridan bo'ladigan bo'lsa, 1 metr kvadrat 1 million 300 ming so'mdan tushadi sizlarga. Davom etamiz. Hozirda trendda bo'lgan, juda ham ommabop tarqalgan antrasit mokrasfalt deyiladi. Alyumin profil ko'rishingiz mumkin. Bularimiz derazalar 1 metr kvadrati 800 ming so'mdan bir qavat oynasi, 900 ming so'mdan ikki qavat oynasi chiqyapti. Eshiklar bo'ladigan bo'lsa 900 ming so'mdan 1 kvadrati, 1 million so'mdan 2 kvadrat, 2 qavat oynasi chiqadi. Zakazlar bo'lsa bemalol oxirgi ko'rinishda yana ham kelishtirib berib o'tamiz. Davom etamiz. Zolotoy dub sveti, bu ham xuddi shunday narxlar ikkalasi bir xil, faqat oq svet arzonroq. Boya aytib o'tgan profilimiz mana ikkalasini yonma-yon ko'rinishlaringiz mumkin. Mana eshigimiz va derazamiz profili. Ancha raziyasi bo'ladi. Shunga yarasha, masalan, pulida raziyasiga yarasha sifati, kayfiyati ham, baquvvatligi ham raziyasi bor bu profilda. Bu alyumin profillarimiz edi. Endi plastik profillarimizga o'tamiz azizlar. Bir boshdan Alta Plast sarg'ib ketgan plastik profilimiz, Zolotoy dub, antrasit, sheffeldskiy va oq svetlarimizda bor. Kvadrat metrlar hammasi Zolotoy dub, masalan, antrasit, sheffeldskiy bir xilda 900 ming so'mdan chiqadi sizlarga kvadrat metri. Bular hammasi ikki qavat oyna bo'ladi. Ob'yomlarga yana kelishtirib qilib beramiz. Va Aquaplast plastik profillarimiz. Bularimiz bu ham xuddi shunday ikkalasi bir xilda azizlar, qalinligi, mustahkamligi, kayfiyati ham bir xilda. Bularimiz kvadrati, Aqua plastiklarimiz 1 million so'mdan tushadi sizlarga. Alta plastikimizdan sal qimmatroq yuradi. Lekin boya aytganimdek ikkalasini ham farqi, qalinliklari hammasi bir xilda. Hozirda premium yasalaydigan akfalarimiz 7000 seriyalik akfalar. Hozir orqa tomonda ko'rib turgan derazalaringiz Aqua Plus 7000 seriya 5 kameraligi. Ikkalasini yonma-yon qilganda ko'rishingiz mumkin. Bu sal 1 sm ga qalinroq, mustahkamroq keladi. Bularimiz kvadrati 1 million 200 ming so'mdan 1 kvadrat metr sizlarga kelib tushadi. Svetlari Zolotoy dub, dubmoka, antrasit, oq svetlarimizda mavjud. Oq svetimiz kvadrati azizlar arzonroq yuradi. 900 ming so'mdan 1 kvadrat sizga chiqadi. 7000 seriyaliklar. Xo'sh, bu tomonimizda antrasit boyab ketgan alyumin balkon, bular ham xuddi shunday eshiklarimizni yasalyapti. Antrasitlar 1 million 500 ming so'mdan 2 qavat, 1 million 400 ming so'mdan 1 qavat chiqadi. Ob'yomlarga yana ham kelishtirib beramiz. O'rtada turgan narsamga azizlar to'xtalmasam bo'lmaydi, chunki deganda ko'plab savollar shu to'g'risida keladi. Shotlanka gullari. Shotlanka gullari 2 qavat paket oynani o'rtasiga qo'yiladi. Bu asosan chiroyli video uchun hech qanaqa masalan derazani mustahkamligiga javob bermaydigan narsa. Faqat ko'rgan ko'zga masalan quyoshli kunimizga oddiy svetga ham tovlanib chiroyli ko'rsatib turadi. Bu gulimiz zakazlar bilan qo'yiladi. Masalan, birov yoqishi mumkin, birov yoqmasligi mumkin. Gulimizni masalan donasiga qarab hisob-kitob qilinadi. Masalan, bitta derazamizga nechta gul ketadi, shunga qarab hisob-kitob qilinadi. Bularni ham masalan kerak odamga, yana masalan zakaz qilmoqchi bo'lganlarga chiroyli qilib kelishtirib qilib beraveramiz. Azizlar, xudo xolasa bugungi videomizni masalan shu bilan yakunlaylik. Qo'limizdan kelgancha sizlarga tanishtirib berishga harakat qildik. Videomiz davomida kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, avvalo uzr so'raymiz. Qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot berib o'tdik. Kanalda yangi obuna bo'lib qo'yinglar, chunki deganda mana shu chiroyli videolarimizni, mana shu eshiklarimizni tayyor bo'lgan masalan seximizda yasalib, xudo xolasa ertaga o'rnatgan jarayonimizgacha sizlarga tanishtirib berib o'tamiz. Chunki deganda bu ayniqsa chetda musofirda yurgan aka-ukalarimiz uchun bu yerda o'zlari bo'lmagani uchun ko'rishga iloji yo'q. Chetda bo'lgani uchun mana shu narsalarni uzoqda bo'lsa xuddi yaqinlarda ko'rishni niyatida. Bizlar doверие uchun, ishonch uchun mana shularni qo'yib boramiz. Chunki deganda zakaz bergan akalarimiz o'zlari masalan chetda bo'lsa ham ko'rib turadi. Chunki deganda materialni olib kelganimizdan yasalayotgan to o'rnatgacha bo'lgan jarayonni o'zlariga tayyorlab boramiz. Shuning uchun ham obuna bo'lib qo'ysalaringiz akalar, xuddi sizlar ham mana shu zakazlarni o'zlaringiz ko'rib turasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik akalar, sog' salomat bo'linglar.